Assalomu alaykum vatandoshlar. Assalomu alaykum surxondaryoliklar. Bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib borayotgan obunachilar. Sizlarga yana bitta yaxshi taklif bilan chiqamiz. Bizdan ko'pgina mijozlar, obunachilar faqat dom chiqaryapsizlar. Hovli ham shahar markazidan, shaharchadan hovli ham chiqaringizlar degan mijozlar bo'ldi. Mana hozirgi bo'layotgan video aynan sizlar uchun. Turgan lokatsiyamiz Termiz shahar Beshkapa sohilda bo'lib turibdi. Bu yerda umumiy maydoni 4 sotixni tashkil etayotgan hovlimiz sotuvga chiqaryapmiz. Narxini video boshida aytib o'taman. Narxi 620 million so'm deb baholandi. Qolgan ma'lumotlarni video davomida berib o'tamiz. Hozir esa uy bilan to'liq bir tanishtirishni boshlayman. Mana bu tashqi darvoza, ya'ni eshik. Bu yerda aytishda gazdan, suvdan, svetdan umuman muammo yo'q. Tinch mahalla, tinch joy. Maktab, bog'cha so'raganlarga 17-maktab yaqin. Davlat bog'chalari, xususiy bog'chalar bor. 4 burchak yer. Mana bu tomoniga ham qurilish boshlangan, oxirigacha tugallanmagan. Mevali daraxtlar ekilgan, hosil berishni boshlagan deyishyapti. Mana guvoh bo'lib turibmiz, hosili ham yaxshi. Bu tomonga esa sanuzel, vanna va hojatxona qilingan. Oladiganlar kelib bemalol o'zlaring ko'rib olasizlar. Bu tomonga esa yashash uchun 3 ta xona va bitta oshxonasi joylashgan. Keling, buni ko'rib chiqamiz. Mana bu keling. Ya'ni kirganda perixoshka ayvonchasi ovqatlanish uchun joy qilib qo'yishibdi. Bu esa katta bitta mehmonxonasi. To'liq aboy bo'lib pardalar qilingan. Patologlar alohida e'tibor berasizlar. Bu tomonga bitta xonasi bor ekan. Videoga tushirib yotmadik. Bu esa bitta boshxonasi. Mana kuxonli mebellar qo'yilgan, gaz plitalar hammasi yaxshi holatda bo'lib turibdi. Manzilni yana bir marta tushuntirib o'taman. Termiz shahar Beshkapa sohil. 4 sotixli uchastka, narxi 620 million so'm. Bog'lanish uchun pastdagi nomerlarga bog'lanasizlar. 99 kodi bilan 347 1020 raqamiga chiqishlaringiz mumkin. Aytgancha, ma'lumot o'rnida aytib o'tay. Ikkilamchi qilsak ham bo'ladi, Cheriz bank orqali. Bog'lanasizlar, nima savol, nima taklif bo'ladigan bo'lsa, gaplashamiz. Chetda yurganlarga WhatsApp, Telegram ishlamoqda. Bizda chiqayotgan yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun bizni sahifaga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi foydali kontentlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.